Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Yoshlar Belgi va biz bugun sizlarga serverga kirishdik. Va sizlar Craftsman Star versiya deb yozsanglar, birinchisini skачать qilib olinglar. Qilasizlar. Mashhurlar qilish uchun новый мир deb bosasizlar va plusnislar. Imyani bosasizlar. İngliz tiliga o'tkazib Scarvas deb yozasizlar. Scarvar. И только чтобы не кошатник. Я люблю собак. Ясно? Bolalar, mana shunday anodivoqlar. Ina Scarvars IP adres play.pvpcraft port 19 doimidagi 19.132. Добавить qilasizlar. Это server уже добавлен. Oddiy уже qilib qo'yaman-da. Mana sizlarda mashina chiqish kerak. Va sizlar mashinaga kirishinglar kerakda. Hozir kiramiz, qaranglar. Qaranglar. Kirish uchun sizlar mana bunday yozishinglar kerak. Qaranglar. O salom. Tushundinglarmi bolalar? Doimlikda registratsiya qilish uchun hozir registratsiya qilishni ko'rsataman. Mana anu qilish uchun register deb yozishinglar kerak. Register mana. Bunga kirasizlar, mana buni bosgandan keyin register deb yozasizlar. Register deb yozasizlarda 1 2 3 4 deb yozasizlar va shunday bo'ladi. Hozir men registratsiya qilib bo'lganim uchun неизвестно komanda deb yozyapti. Agar uni qilsa 1 2 3 4 5 qilinglarda bo'ladi. Va sizlarga PvP Craft'ni Scarvars'ni ko'rsatdim. Kiringlar. Meni ko'rishinglar uchun skinim mana bunday bo'ladi. Skinim mana bunday bo'ladi. Yangi Minecraft'da bilasizlar, mana skin yoqib qoldi. Keyin mening ismim Hacker 3000 bo'ladi, katta harflar bilan. Meni ko'rsanglar, men bilan o'yna olasizlar. PvP arenada. Shuning uchun tezroq Scarvars'ga kiringlar. Mayli bo'pti bolalar. Qani, men o'ynashni boshlay qolay.